Ilohi amin. O'tganlarning joyi jannatdan bo'lsin. Allohu akbar. Qara do'stim, qancha insonlar yotibdi. Bir kun kelib sanam, manam hammamiz shu yerga kelamiz. Bu dunyoga o'tarkanmiz pokiza holatda, gunohimiz yo'q holatda, Allohga xush yo'qotgan holatda kelishlik nasib qilsin. Bu dunyoda birga do'st bo'ldik. Bu dunyoda ham birga bo'lish nasib qilsin do'stim. Ilohi amin. Og'aynimizni ham oxirati obod bo'lsin. Allohu akbar. Og'aynimiz yaxshi inson edi. Ko'p yaxshi ishlar qilardi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Qara, 3 kishi edik. Ikkita qoldik. Yana qachon qaysi birimiz uni Alloh biladi. Og'aynimiz ko'p savob ishlarni qilib, bizga ko'p o'rnak bo'lgan. Uni ishini biz ikkalamiz davom ettiraylik do'stim. Do'stim, oxirating obod bo'lsin. Joying jannatdan bo'lsin. Ikkalavinam meni tashlab ketdilaring. Bitta o'zim qoldim. Oxirating obod bo'lsin do'stim. Sallani o'rnlaring juda qattim bilinyapti do'stim. Sallani sog'inmayman do'stim. Dardimni aytadigan hech kimim qolmadi. O'rnlaring menga juda ham bilinyapti do'stim.